Assalomu alaykum aziz Gulshodolari, Yashirolam kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga foydali video tayyorladim. Havo namlagich, ya'ni havoda namlab turadigan apparat haqida gaplashib o'tamiz. Bu apparatimiz o'simliklarga va insonlarga foydasi juda ham katta. Ayniqsa hozirgi kunda havo changligi, quruq, o'ta darajada quruq havoda inson nafas olishi qiyinlashadi. O'simliklarda har xil barglarda uchulari sarg'ayib ketishi, boshqa holatlar kuzatilyapti. Bu apparatimiz qanday va qanaqa ishlaydi? Bu apparatimizda har xil turlari bor. Kuchli texnika ishlab chiqaruvchi firmalar, misol Samsung, Xiaomi shunaqa ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan havo namlaydigan apparatlar ham bor. Ularning narxi $100 dan boshlab ketaveradi, $500 $1000 bor. Bunimiz Xitoyda ishlab chiqarilgan o'sha qo'lbola oddiy havo namlaydigan apparat hisoblanadi. Bir kishilik, ya'ni insonni bitta odamda o'ziga ishxonasida yoqib qo'yib ishlatgani yaxshi, qulay. Buni sig'imi har xil bo'ladi. Hozir bunimiz 250-300 ml suv sig'adigan sig'imli apparat hisoblanadi. Buni ichiga shunday ochib turib suv quyasiz hamda yopasiz. Mana bu yerda o'chirib yoqadigan joyi bor. Mana suv purkab turibdi. Ichida suvi tugagandan keyin bunimiz suv purkashda to'xtaydi. Bunimizga efirli maslalar bor. Efirli maslalarda qimmatlari foydali hisoblanadi. Uni aptekalarda efirli maslani oddiy arzonlari sotiladi. Ular 25 ming, 10 ming, 25 ming, 35 ming atrofidagi efirli maslalar foydali emas. Ular oddiy yog' bo'ladi. Faqatgina tomchi aromatizator qo'shib qo'ygan hisobiga hid beradi xolos. Xo'p, efirli maslalar har xil, lavandali, jasminli har xili bo'ladi. Ular o'zini holatiga qarab turib dozasi bo'ladi. Shunaqa apparatlarga 1-2 tomchi suv quyib qo'ysalaring, o'zidan aromatni hid chiqarib odamni davolaydi. Lavanda turi misol asabni tinchlantiradi, bosh og'riqlarini qoldiradi. Bu haqida boshqa bir katta mavzu, buni tayyorlab chiqamiz inshaalloh. Xo'p, havo namlash nimaga kerak? Gullarda mana shularni yoniga qo'yib qo'ysalaring, ayniqsa mana alakaziya, kalatiya ko'pchilik biladi. Ular havo namlik nisbati 80%, 70% bo'lmasa, havo nam bo'lmasa, o'sha bizda muhitda o'smaydi. Nimaga? Chunki bizda O'zbekistonda iqlimi quruq havo bo'ladi. Chunki yon-verimizda dengizlar, suv naqalari yo'q, okeanlar yo'q. Shuni hisobiga havo iqlimimiz juda ham issiq hamda quruq. Buni qo'yib qo'yilishiga sabab mana gullarda bilsalaring, spesifik filmda, Dieffenbachia aglanimalarda ko'pchiligida ba'zilarda uchini sarg'ayishi kuzatiladi. Hozir bu mana oldimda bunaqa badli, mana bitta bor ekan, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shu philodendron gulimiz. Mana bunda endi har xil ajoyib holatlari ham bor kuzatilgani, lekin havo namligi yo'qligini hisobiga shunaqa barglarda sarg'ayish, qurish holatlari yuzaga kelgan. Ko'pchilik biladi, spesifik aglanimalarda shunaqa joylarida sarg'ayish, haligi qurishga o'xshash holatlar bo'ladi. Bu narsa shu havo namligi yetishmasligidan hisoblanadi. Sprey qilib tursangiz, bu narsa kamroq bo'ladi, lekin baribir sprey qilgan taqdiringizda ham xona harorati quruqligi hisobiga shunaqa joylarda qurish bo'lishi mumkin. Ayniqsa alakaziyalar nam havoda o'sgani hisobiga, kalatiyalar namli bo'lmasa bizni iqlimda yashamaydi. Xo'p, havo namlaydigan shu narsa uchun kerak hamda gullar nam muhitda juda ham yaxshi o'sadi. Sababi bilasiz, namlikda gullar yayrab, yashnab tez o'sadi hamda barglari ham yarki, chiroyli bo'lib kattalashadi. Hop, inson salomatligi uchun nima foydasi bor desalaring, buni nafas olganingizda, misol ko'pchilikda achishish, burunda yaxshi nafas ola olmasdan burun yopilishi, yopiq holatda qandaydir nafas olganingizda achishib nafas olasiz. Chunki bizning iqlimda chang ko'p. Chang uyda ham hattoki chang bor. Shu narsani bu suv purkab turadigan kattasi faqatgina bunisi xonamizga to'g'ri kelmaydi. Chunki
xonani kvadrat metri juda katta bo'lganini hisobiga bu apparat bitta xonani polniy namlab bera olmaydi. Bitta xona uchun hisoblab turib, misol 5 litr 10 litrlilarni qo'ysalaring, shu bitta kichikroq xonani polniy havo namlatib berishga kuchi yetadi. Havo namligi yuqori bo'lganida inson nafas olishi juda ham yengil bo'ladi. Mana masalan, buni oldingizga olib kelib turib, hidasangiz, ana erkin, juda ham yengil nafas olasiz. Chunki nam havo bo'lganda insonda burunidagi tish ichalari, ya'ni hali burunda o'zini qilga o'xshagan pardasi bo'ladi. Shu shilliq qavat nafas olinganda suv tekkan hisobiga erkin changlarni zo'r ushlab turib, erkin nafasda o'tkazib beradi organizmga, maza qiladi odam. O'shaning uchun uyingizga bitta yotadigan joyingizga shunaqa havo namlaydiganni shunday qo'yib qo'ysangiz, maza qilib juda ham to'yimli, to'yib haligi nima desa bo'ladi, charchoqlaringiz chiqib uxlaysiz. Shu narsaga foydali hamda ko'p gripp bo'ladigan bolalar hali chang orqali infeksiya tez yo'qaydigan insonlarga ham foydasi juda ham ko'p. Astmasi borlarga ham havoda namligi o'ta darajada muhim. To'g'ri, hozir misol usiz ham yashayveramiz, usiz ham hamma nima yashayveradi deb aytishingiz mumkin, lekin havo namlaydiganni hisobiga sizda ko'p narsalar, o'sha burun ochilishi yoki aromaterapiya orqali davolanish ko'p yordam beradi. Bu narsa haqida juda ham ko'p gapirsa bo'ladi. Video ham cho'zilib ketmasligi uchun sizlarga jicha o'zimga kerakli ma'lumotlarni berib o'tdim. Ma'lumotlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar mabodo aromaterapiya haqida video chiqarishimni xohlasalaring, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun muhim. Agar mabodo kommentariyamiz 100 tadan oshiq komment yozsalar, 100 tadan oshiq sharh yozilgan bo'lsa, inshaalloh aromaterapiya haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, yaqinlaringga ulashib qo'yinglar. Xudo xolasa inshaalloh bundan-da yaxshi, foydali ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.